Assalomu alaykum, Savdo olami kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva va mol qo'y ishqibozlari. Bugun 27-avgust, haftaning payshanba kuni 2026-yil. Bugun biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qumtepa chorva bozoriga kelamiz. Qo'ldan kelgancha qo'y narxlarini yoritishga harakat qilamiz. Videolarimiz avvalida bittadan like tugmachasini bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring yoki bo'lmasa omad so'zini yozib keting. Shunda biz kirgizib borayotgan videolar sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi va ko'proq kishiga yetib borishda hissa qo'shgan bo'lasizlar. Qo'ldan kelgancha realniy narxlar bilan tanishishga harakat qilamiz. Kommentariyalarda so'rashyapti. So'liqlardan ko'proq chiqaring deyishyapti. Qo'ldan kelgancha so'liqlardan chiqarishga harakat qilyapmiz. So'liqlarimiz yaxshigina kiribdi. Bir qator narx-navolar bilan tanishtiramiz. Shu boqma qo'chqorlar, so'liqlar, katta qo'chqorlar, urug'bob qo'chqorlar ham kiribdi yaxshigina. O'shalar haqida ham syomka qilib narx-navolar bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Realniy narxlarni olishga harakat qilamiz. Ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'ryapti. Obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysangiz, bizni yo'qotmaysiz. Biz kirgizib borayotgan videolarni muntazam ko'rib turishga muyassar bo'lasizlar. Bozorimiz ixchamgina, joy katta ham emas, joy kichkina ham emas. Sharoitlar yaxshi. Yerlarimiz nima deydi, ko'kalam zot. Yong'in chachinda hech qanday muammo bo'lmaydi. Savdolar endi qizmoqda. Qo'ldan kelgancha realniy bo'layotgan savdolarni, narx-navolarni olishga harakat qilamiz va videolarimiz so'ngida shu realniy sotilgan narxlardan chiqarishga harakat qilamiz. Bizning Telegram hamda Instagram kanallarimiz bor. Savdo olami deb nomlangan. O'tib obuna bo'lib qo'ysalaringiz juda ham xursand bo'lar edi. Telegram kanalimizga bozorlarimiz lokatsiyalarini dehqon akalarimizdan mol qo'ylar bo'lsa qo'yib turamiz. Mutlaqo bepul dehqon akalarimizdan. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizdan uzoqlashmaysiz degan umiddamiz. Biz syomkalarimizni boshladik. Mana o'zati ucharmiz. Syomkalar ketyapti. Nechtasi? 3,5 dan mo'ynakini sotdingizmi? Bittasi menda qolaveradi. 3,5 hammasi 3,5 dan sotasizmi? So'liqmi, qo'chqormi bu? Qo'chqor a? 3 ta qo'chqor 3,5 dan deyishyapti. Endi ag'iga oqtarib aylantirib. Xo'p, bo'ylari akara 65 atrofida 3,5 million so'msa 9 qo'chqorlar. Hurmatli obunachilar, mana Qirg'izistonda boqma qo'chqorlarini olg'i tish buzishga kelib qolgan. Bo'ylari akalar 85 ga yaqinlashib qolgan. 85 lari ham bor, 85 pluslari ham bor. 80 dan 85 gacha bo'lgan. Kilolari ham akalar 55 kilodan 60-65 kilogacha bo'lgan qo'chqorlar. Boqma varianti. Hamma yo'qlari kelishga mana bu oyoq qo'llari uzun-uzun. Nech puldan narxlari aka? 7 milliondan kam. Optimga 6,5 million. Tanlab olishga 7 milliondan Optimga 6,5 million so'mdan kami bor ish. Ishqibozlarga hurmatli obunachilar, telefon raqamlarini aytib o'tib ketamiz. Telefonni aytib yuboring. 90 582 66 82 ga aloqaga chiqib olasizlar. Hurmatli obunachilar, ashta yosh qo'zi qo'chqorimiz. Bo'ylari 75-76 sm atrofida 1 million 100 ming narx qilishyapti. Berishmayapti. Zo'r qo'chqorlar, qo'zi qo'chqorlar bor ekan. Hoji boy nech pul ekan bular? 5 dan deyapmiz. 5 million so'mdan kami bor deyapti. Bo'ylari 80 sm atrofida bor. Savdolar ketyapti. Nech pul berdingiz? 10 million. O'zi jupigami, o'zigami? Bozori bor. Bozorda O'ziga 10 million berdingizmi? Kelasiga. 10 million 300 ming jupiga ekan. O'zini eti yaxshi ekan. 4 kishi ekan ekanlar. Savdolar joy
Qizigan yo'q, sal susroq. Xaridorlar ham kamroq nazarimda. Uchalasini savdo qilasizmi? Necha pul? Bu ena qo'y. Aha. Qo'llari ikkita qo'chqor. Bu ham qo'chqor. 14 million bering aka. Haligi 13,5. Hammasiga 13,5. 14 million deyishyapti. Bu akamiz 13,5 savdo qilishyapti. Xo'p, hurmatli obunachilar. Mana shu bemalolroq tomonlardan syomka qilaylik, optimchilardan mana. Qo'zilarni qarang. Garbanosliklardan, quloqlar uzun variantlardan ekan. Hozir bir narx-navolar bilan tanishtirib ko'ramiz. Kimdan ekan bular? Assalomu alaykum. Kelishdimi? Ha, hozir keladi. Necha puldan deyishyapti? 5 dan kam bor deb. 5 million so'mdan kami bor. Qayerdaki? Qayerdan keldi bular? Bular qirg'izcha kerak ekan. Men shopirman. Ha. Qirg'izga shopir ekan. Kelib qolsa to'liqroq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, egalari kelguncha o'sha yerda mana. Ikkalasi bo'lyaptimi? Ikkalasi savdosi bo'lyapti. Necha pul berdingiz, tog'a? Necha berdingiz? Necha pul berdingiz ikkalasiga? 5 million 600 dan. Kelasi ham qo'chqor, qo'zi qo'chqorlar shekilli. 5 million 600 dan. Bo'ylari 80 sm atrofida 60 kilo, 65 kilolik qo'chqorlar. Hurmatli obunachilar, bu egalariga yo'q nomerlarni qo'yib qo'yamiz. 5 dan kami bor deyishdi-da. 5 dan kami bor. Bu akamiz endi to'liq ma'lumotni bilishmaydi ekan, nomerlarni bilishar ekan, aytib o'tib ketamiz. Telefon qilib, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamini aytib yuboring aka. 99 99 229 229 22 22 33. 22-33 akalar, bo'ylari 75 plus. 75 dan 80 santimetrgacha bo'lgan qo'chqorlar endi. 80 ga bormaydigan holatdagilar aka. Eng kichkinasi 75 plus. U tepaga qarab ketaveradi aka. Mana reshetkadan olaverasizlar. Reshetkamiz bo'yi ham akalar 75 emas, 80 ga yaqin shekilli. Kimga qiziq bo'lsa, ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Ko'p qo'chqorimiz aka, qo'zimiz. Necha pul ekan bundan? Bu 5 million kam bor aka. 5 million so'm kam bor deyapti akalar. Ko'chat omal ekan. Ko'chating zo'r. Chiroyli narsa. Zo'r. Seropi bundan qaysi tomonda? Serob. Qani? Qaysi tomonda turibdi? Uyda-da Ha, partiya. uydami? 5 million so'mdan deyapti. Bu sho'qolda hozir. Bitta sho'qol. Bering. Bering. Hurmatli obunachilar, mana yangi tuqqan variantlar. Qaysi birini bering deyapsiz? Mana ikkovi bor. Buni qancha berdi? 11. 11 million so'm. Bolalar nima ekan? Urg'och. 2 kunlikmi, 1 kunlikmi ekan bolasi? Qachon tug'di bu? Kecha tug'dimi? Kecha tug'ilgan. Kindiklari ham quriga yo'q hali. Keling bering 11 ga. Necha pul deyapsiz? 20 million kam bor. Mana olsinchi. 5 million kam bor. Bolasi sog'liq, buni ham bolasi sog'liq. Ishlar nechtadan? Ularga hammasi 6 tadan. Ishlar 6 tadan. Mana shu ikkitasi 5 tadan, 3 tadan. 2 yashar. Ularda ham bolalari bor hammasini? Ular bo'g'oz. Bo'g'oz. Necha oylik? 3 oylik bo'g'oz. Ular qanchadan narxlari? 9 milliondan qilib beraman. 5 olsa 9 milliondan. Mana yoshlar. Ko'rsatingchi yoshini qancha? Eng kichkinasi 90 plyusda. To'rtdan to'ldiribdi akalar. 2 yashar. Egzachisi bor. Egzak bolalarni 9 milliondan sotdim. Ya bu 90 ga bormaydi, bunis. 87-88 boradi. 90 ga bormaydi. Vallahi akalar, mana shular 80-88 ga borishi mumkin shular. Yo'q, 90 ga bormaydi, yo'q. 90 santimetr joy yirik narsa. Mayli. 90 chiqsa 90 ni programmamizda, lekin 90 ga bormaydi. Xo'p, telefon raqamini aytasizmi? 95lik 520 8808 akalar.
Xo'p, bozorimiz akalar, men o'zimni nazarimda 3 qismga bo'linadi deb o'ylayman. Misol bu tomondagilar optimchilar. Ko'proq qo'y olib kelib sotadigan, olib sotarlar. Bu tomonda misol uchun shu kamroq qo'y olib kelib sotadigan, olib sotarlar. Misol bozorlardan oladi, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 tagacha olib sotadigan, olib sotarlar va dehqonlar. Xo'p, dehqonlar tomonidan akalar sog'liq olib kirganlar kamroq, bo'lsa ham sifatli emas. Yaxshi sog'liqlar yo'q. Bu tomonlarda bor. Bu tomonlarda qimmat. Olindimi bular? Qanchadan bo'ldi? 5 million 400 ming. To'ralasi ham. 5 million 400 ming so'mdan. Bu kelasi qo'zi shekilli, ha? 2 yasha, 4 yashada, bittasi 6 yasha qoladi. Mana o'zi xolasmi? Mana 6 yasha. Ko'k 6 yasha. O'ylar o'ylar. Mana hisorlar akalar mana. Onlar akalar, mashlar sal 90 ga yaqin desa bo'ladi, bo'ylari baland. Tishlari nechtadami? Assalomu alaykum. Tishlari 2 tishda, 2 tadan 4 tadan. Birinchi, ikkinchi qoringa. Birinchi, ikkinchi qoringa kelaman. Qo'chqor qancha ekan bu uzuni? Tishi nechta? Shu 4 ta akalar jonivor turishini qarang, lekin uzun 20 million so'm kami bor deyishadi qo'chqor. Bu hisorlar qanchadan deymiz akalar? 8,5 dan ozmazdan kami bor. 8,5 dan kam bor, 6 ta mana. Uzunliklari ham uzun ekan. Mana qo'y qilaman degan akalarga tavsiya qilaman shuni. Hammasi kashta sifat. Bo'ylari akalar mana. Eng kichkinasi ham mana shu bo'lsa 85 dan baland akalar mana shu. 86-87, mana shular 90 sm gacha borgan qo'y so'liqlar. Telefon raqami aytib yuboring. 90 562 84 84 41. Oxiri taqalgan qancha gapni yopishtirib aytavering. 8,5 mingga ozmoz xayri bor. Ozmozlar, ha? Savdosi bo'lgan yo'q, ha, hali? Bo'ldi 8 dan bo'ldi. 8 dan bermadingiz. 8 dan berishmoqda, 8 dan ozmozdan xayri bor deyshadi. Lekin yaxshi qo'ylar ekan, sifatli. Bu qo'chqorlar kimdan? Sizdan tog'a? Nech puldan ekan bular, tog'a? 20 million berish hamma, 20 million. Hammasi uchalasi 20 millionmi? 7,6 yana berish. 7,6 dan berish deyshadi. Qo'zi hali? Yo'q, ular 2 yasha, bu qo'zi mana. Qo'zi. Yo'q, oltilar so'rayapti, 20 million bering deyapti, qaytib sotadi bizga. Siz qancha deyapsiz? Men 23 beriladi. 23 beringlar deyshadi. Shudan beraman. Qo'ylar akalar 85 pul. Bizga qo'ylari bizlar. Pullarni olib keldim, xolos. Buralarda hozir Justalar jinda kichkinaroq bo'lib qoldi akalar. Ko'rsating, sog'liqlar. So'lovlar mana yana so'lovlar akalar. 4 ta 6 tami? Yoshlarimi? Ha, yoshlar. 4 tish 6 tish. Ko'proq 4 tish ekan, ha? Qo'chqor yurgandir. 90% bo'g'oz. Qo'chqorga yengil qarat so'radi. Ja, garantiya berib ola olmaysiz. Qo'ychini qo'chqor qo'shgan deyishyapti. Ha, narx qancha? 5 million. Kami bor. Oxiri taqalgani. Bo'lar 5. Ha, bo'lar akalar 5 milliondan yaxshi narx aytishdi nazarda. Bo'ylari akalar eng kichkinasi ham akalar 80 plus shunisi bo'lsa, lekin semiz. Qolganlari akalar 85 84 atrofida chiqib qolaveradi. 50% dehqonga uradi, bo'g'oz. Ha. Endi bo'g'oz narsani so'yib bo'lmaydi. Eti yaxshi, etlari zo'r. Etlari yaxshi, shu cho'ponni qo'ylarga bilinib turibdi, nimagaki jullari hali nima deydi? Yomon bo'lib ketganligiga o'xshab ko'rinadi, nima deydi? Parprayib ketgan deydimi? Tikon bosib. Bu akalarimiz mana pardozlarni berib, tikonlarni terib, chiroyli tarab qo'yishdi. Momoq qilib. Mana mashinalar ham ichida qarang. Bunaqalar alohida terilmaydi, bitta. Bitta. Nechta bitta? Bir 15 ta bormi? Shunaqa
12 ta ekan. Telefon raqami aytib yuboring. 90 204 05 05 ga qo'zg'aloqqa chiqamiz. Tagi seroq ekan akalar. 4,5 dan bu. Bular tishlar nechtadan? Mana ular 4 tishda, mana 6 tish. Bitta 6 tish, nagina 4 tish. Bular bo'yinlari 80 sm atrofida. Ha, sovliqlarimiz yana. O'zimizning jaydari sovliqlardan. Nech puldan ekan narxlari? Nech puldan tanlashimizga mana shu kattalar tanlab olsak? 8 milliondan. Kichkinalarichi? Mo'lari? 8 million, 6 milliondan deyishyapti. 8 dan 6 gacha tanlashingizga qarab deyishyapti. Hali savdo ko'rgan yo'q shekilli narsani. Xo'p. Shu yerda savdosi bo'lyapti uni. Nechtasini savdo qilyapti? Ha, Nechtasi? Ha, nechta bo'lyapti? 15. 3 million 100 mingdan berishdi. Kelar mana shu qo'chqonlarni. Qo'zi qo'chqonlarga. Berishmayapti. 4ta 8 dona ekan. Bo'lmaydi deyishyapti. Xo'p. Katta qo'chqonlar tomonga qarab sekin o'tamiz akalar. Guruhga qo'chqonlarimiz ham serobgina. Nech pul ekan aka bu? 8 million 100 ming. 8 million 400 ming. Tishi nechta? 4 tish. 4 tish beryapti akalar. 8 million 400 ming qilishdi berishdi. Hurmatli obunachilar, shu yerda mana savdo qizg'in bo'lyapti shekilli. Ya akamiz bo'lgan. Siz nech pul qilishyapti buni? 26 qilyapti. Buni o'zini. Jipi 54 ga berilmayapti. Bu najmi novvosmi? Bu xonajim, bunisi novvos. Novvos. Xonajim novvos. Savdolari ketyapti akalar. Semental. Xonajim. 3 oylik atrofida bor shekilli, ha? Bu 100 kunlik. 100 kunlik. 85. 85 ga 100 kunlik akalar. 3 oylikdan o'tib qolgan. Nagasi 3 oylik ekan pashti. Ha, qo'chqonlarimiz. Qaysi biri? Nech pul? 17 million 200 ming ekan ana. Bitta qo'chqonimizni 17 million 200 ming qilishyapti. Siganda oling. Bundan so'ng kutib qo'ying. Siganda oling. Yo'q. Tishlar nechtadan aka? 4tadan? 2tadan? 2 tish beryapti. 17 million 200 ming qilishdi. Berishmayapti. Qo'chqonlarimiz ham mana turibdi shunday savdolarimiz shunday susroq bugun. Qo'chqor tomondan akalar. Bozorimiz endi qiziydimi? Soat millarimiz ham akalar 6:30 7 ga qarab ketyapti. Nech puldan ekan bular? 10 millionga 9,5 million so'm deyapti. Naslga akalar mana. Tishlar nechtadan? Tishlar 2ta akalar 90 buni nagisi metrga yaqin bo'lsa kerak. Kelasi ham xullas 96-97 santimetrdan kelaveradi. Sheroni. Nech puldan bo'ldi aka? Cheki bor, qo'yvoring, cheki bor. Qanchadan bo'ldi aka? 48,5 ga u baraka bo'ldi. 48,5 ga kelasi baraka bo'ldi. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, syomkalarimizni endi tashqaridan realniy sotilgan narxlardan qancha bo'ldi deb so'rab tanishtirishga harakat qilamiz. So'liqmi aka? So'liq emas, 6 million 200 bo'pti akalar. Barakasini bersin.
Optim narxda sotilishi shekilli aka mana. Aka nechi puldan bo'ldi? 6 million 300 mingdan. Barakasini bersin. 6 ta mana. Bo'ydor qo'chqorlar, boqma qo'chqorlar aka mana. Qirg'iziston Bishkekniki. Aka nechi pul bo'ldi? 45,5. Jupi 45,5 mi? Jupi 45,5 xunojinlarimiz akalar. Xo'p. Mana shu yerda 3 ta. Nechi pul bo'ldi aka? Hojiba nechi pul bo'ldi? Qancha? 13, uchalasi 13 million so'm. Barakasini bersin. Qo'zilarimiz. Tog'a qancha bo'ldi? Buni bilolmadim. Ye. Nechi pul? 7 million so'm bo'ldi akalar. Barakasini bersin. Nechi pul bo'ldi? Qancha? 19 million so'm. Barakasini bersin. Nechi puldan bo'ldi ekan bular? 7 million. 7 million. Siznikichi? 42 ga 4. Qorasi 42 mi? Ha, 42 ga bunisi 4 bo'ldi akalar. Barakasini bersin. Tog'a nechi pul bo'ldi? 56. 5 million 600. Barakasini bersin. Nechi pul bo'ldi? 5 million so'm. Chiqaraman. Sigir qancha bo'ldi aka? 46 million. Aka novvoz qancha bo'ldi? 23,5 mana bolasi. 46 millionlik sigirimiz. Aka nechi pul bo'ldi? 53. 52. Barakasini bersin. 5 million 200 qo'chqorimiz. Qanchadan bo'ldi bular? 7,5. Nechtasi 7,5dan? Bu ham shunaqa narxmi aka? Ha. 7,5. Sariq qancha bo'ldi? Haram yashlar 7 million 550. 5 alasi ya? Yo'q. Bu saram. Ha, bucha sizniki. Yo'q, egasi oldi ketdi. Men haydashib ketdim. Ha, bular hammasi 7. O 7,5 deyishdi. To'ralar shekilli unda 7,5. Bu oldingizmi, endi kelyaptimi? Aka sotiladi endi. Endi kelyaptimi? Endi kelishyapti bozor. Qo'chqor ekan. Nechi puldan? 4,5 dan kami bor. Barakasini bersin. Shunalarim bormi? Qanchadan bo'ldi? Bularmi? Aha. 3 million 700. 37 38. 3 million 700, 3 million 800 dan. Qancha bo'ldi aka? 28,5 million so'm. Aka nechi pul bo'ldi? Qani dehqon. Narxini bilishmadi. Qancha bo'ldi aka? 5 million 400. Barakasini bersin. Qaysi kanal? Savdo olam aka. Nechi puldan bo'ldi? 4 million 700 dan bo'ldi akalar. Qo'chqonlarimiz. Bo'ylari 76-77 santimetr. Sotilmadimi? Qaytibdi akalar. Bular qanchadan bo'ldi aka? 10 million 700. 10 million 700 bo'ldi akalar sog'liqlarimiz. Ishlarni nechtadan aka? 4 ishdan. Zo'r sifatli ekan lekin. Qo'chqonlarimiz. Nech puldan bo'ldi? 12 million 400. Barakasini bersin. Aka bular qancha bo'ldi? Sotilmabdi, qaytibdi. Katta qo'chqon, semiz qo'chqonlar. Qanchadan ber? Nech puldan bermadingiz? Bittasini 7,5 ga, bittasini 85 million taroziga berishmabdi. Nech pul bo'ldi? Sotmadi aka. Qanchaga bordi? 7 ga. 7 ga bermadingiz. Nech pul bo'lsa berib borasiz? Sizcha qo'shilsa berib yuboramiz. Qo'shilmadi. Qo'shilmadi. Telefon raqamni ayting. 666 91 91 666 7009. 7009 taroziga berasizmi? Taroziga ham beraveramiz. Qanchadan? So'yib ham beraveramiz. 145 million.
so'yib olish burjiga tarozigachi. Taroziga 82-83 dan olishyapti. Bo'ldi aka. Ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar. 7,5 million so'm o'tanish qo'chqorimiz akalar. 7,5 dedingizmi? 7,5 million. Barakasini bersin. Bu odam qo'yib olishyapti. Chupi qancha bo'ldi aka? 13. 13 million so'liqlarimiz. Barakasini bersin. Faqat necha pul bo'ldi? Qancha bo'ldi tog'a? Qancha? 6 million so'm. 5 million 800 ming so'm o'tdi. Qo'chqorimiz yaxshi. Boqma. Xo'p, hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha narxlar bilan ham tanishtirdik. Videolarimizda xato kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. Oxirigacha ko'rganlar oxirigacha ko'rdik deb kommentariyada yozib qo'ysalar juda ham xursand bo'lar edik. Yana qaysi bozorlarda syomka qilib chiqaraylik, kommentariyada yozib ketsalaring, shu bozorlarga borib syomka qilishga harakat qilamiz. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.